Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum hammaga. Bebinur. Yana Gul bilan gaplashyapsizmi? Ha, men gullarni shaydosi, gullar menga shaydo deydi-ku. Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun sizlarga aynan malasmeykalar uchun yoki bir o'zim yashayman, hammadan vizorim chiqdi deydiganlar uchun zo'r variant topdik. Bitta shunaqangi vatancha topildi, do'stlar. Anaqa olib qo'yib bemalol hammadan qochib ketaman degan paytlaringizda to'g'ri yo'lga kelaverasizlar. Bitta olib qo'ysangiz. Agar ijaraga qo'yib qo'yaman desangiz zo'r variantlikni. Ha. Bu yosh oilalar uchun menga ko'proq o'ylashim bo'yicha shu yosh oilalarga juda ham munosib, chunki hamma mebel texnikalari yangi ekan, yana anaqa lokatsiyasi zo'r. Lokatsiyasini birdan aytay, Gagarinadan bo'lyapti. Orientir Rustam Sho'rbo. Bu degani ham Rustam Sho'rboni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Karimbek restoran Karimbek hamma biladi. Hamma biladi. 300 metr o'tganda shundagina peshkom o'tasiz, kechgaga xotiningiz ovqat qilmasa, o'tib juralar bilan yeyverasiz. Bu bo'lmaydi. Omaylarni aldayapsizlar. Qimmatga tushib ketasizlar agar bu bo'lsanglar. Faqat restoran tagisizlar. Yo'q, endi hozirgi zamon talabi shu bo'lib qolyapti. Hamma ishlaydi, ishdan keyin charchab keladi. Yaqin ekan, qarang, Karimbek simvoli. Uyimizni eshigidan boshlaymiz. Har doimgidek kiraverish eshigimiz, prixoja bo'lyapti. Kirganingizda umumiy sanuzel. Bu yoqdan sanuzelimiz. Chap qo'limizda sanuzel ekan, umumiy bo'lyapti. Hojatxona, suv, gaz, svet bu yerda muammo yo'q. Gaz, svet, umuman muammo yo'q. Uyga yarasha sanuzelda, endi kattasi bo'lmaydi. O'zi kichkina uy uchun. Kichkina uy uchun yaxshi. Necha kvadrat metr bo'ldi uyingiz? 40 kvadrat bo'lyapti. Yana kadastr hujjatlarida ham 40 kvadrat yozilgan ekan, 2 xonali bo'lyapti. Bu studiya variantimiz, lekin 2 xonali deb kirgizilgan. Ha, hozir hamma aytishi mumkin, bu bir xona-ku. To'g'ri, hozir ko'rinishdan bir xona ko'rinadi, lekin hujjatda 2 xona yozilgan. Shunaqa. Mana buni qarang. Parijda yashaganda yasharkansiz kartinani bombasini. Romantikni uy emasmi bu? Shuning uchun aytyapman, yosh oilalar uchun. Nima uchun namyoq qilyapman, tushunmadingiz. Hali endi anaqa to'y qilmoqchi bo'lganlar, shaharda borib yashaymiz deganlarga menimcha zo'r variant. Prixoshka mana shunaqa uzun bo'lyapti, dekorativ oynalar qo'yilgan, juda ham yaxshi yechim. Bemalol o'zingizni ko'rib ketaverasiz. Bu yerda bo'lsa spalniga ahamiyat bering. Chiroyli divan qo'yilgan, shkaflari bor, mana bu yerda churma bor ekan, chiroyligina oyna. Bu xonaga ham kartina qo'yib, chiroyli qilib. Men gullarni shaydosi deganida bu joyga ham qo'yib. Faqat televizor qo'yib olasiz, agar televizor kerak bo'lsa. Pardani ham chiroyli rangdan tanlagan. Izumrud rangi deydi-ku, juda ham chiroyli-da. Bu bo'lsa studiya variantimiz. Mehmonxona va kuxnya umumiy bitta joyda bo'lyapti. O'tiradigan joyga qarang, mehki mebellar. Lekin bor-ku, yomon chiroyli o'tdi-da mana shu xonasi. Nimasidir yoqyapti menga, tortyapti-da o'ziga. Bilasizmi nimasi tortyapti? Gul bor chunki. Gul bor joyda hayot bor deydi-ku. Kartinkani mana gulga moslashtirib qo'ygan, qarang, anaqa kombinatsiya juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Juda ham chiroyli. Didi juda ham zo'r ekan, uyda egasini. Siz qanday desam ekan, kiyganingizda hech narsani o'zgartirmasdan prosta kiyimlaringizni olib kelib yashasangiz bo'ladigan uy ekanda. Lyustraga ham ahamiyat bering. Juda chiroyli lyustra tanlabdi-da. Hozir hamma joyda bir xil lyustralar qo'yadi-yu, bu yerda qarang, ahamiyat bering. Zo'r. Juda chiroyli. Endi hozir kvartiraga hech kim mehmon chaqirmay qo'ydi. Hamma restoranda. Shunaqa. Bu yerda faqat 2 yoshmi yoki yoshi katta ikkitami farqi yo'q. Mazax baxtli yashash kerak. Muhimi 2 kishi yashasin. Zalimizda televizor bor ekan, mana bunaqa chiroyli gullar qo'ygan, dekorativniy narsalarimiz juda ham ko'p ekan. Ahamiyat bering. Bu mehmonlaringizni chaqirmasangiz ham opajonlar, singiljonlar, dugonangiz bo'lsa, ko'zini quvnatib, ichini kuydiradigan uy bo'ladi. Men aytdi deyavering, chunki o'zimda ichim kuyib ketyapti. Pulim bo'lganda o'zim olasdim. Qarang. Bu bo'lsa kuxnya. Mana shu zalga yarasha kuxnya bo'lganmi yoki nima deb o'ylaysiz? Kichkina deb o'ylayapsizmi? Salgina kichikroq. Kuxnyasimi? Chunki 2 kishi yashagandan keyin katta kuxnya nima kerak? Katta kuxnya kerak emas, to'g'ri. Bu yerda masalan ovqat pishirishingiz bor, pasta yuvaman deysiz, qo'yaman deysiz. U narsani ham problema qilmaymiz. Ayollar hamma narsani yechimini topadi. Chunki bu tarafda ham joy bor. Xolodilnikdan oldingiz, to'g'rimi? Shunaqa. Olasiz, yuvasiz, tap ovqatingizni qilaverasiz. Hamma sharoit mavjud. Faqat bitta narsasi minus bo'lyapti, bilasizmi? Nimasi? Siz shoshilib bu uyda olmaganingiz. Ya'ni tez sotilib ketadimi o'xshamasiz? Tez sotilib ketadi. Yana narxini bitta chiroyli aytay, sizga 6 raqamni yaxshi ko'radiganlar bormi? Bitta like bosingdagini kommentda 6 deb keting. Sizga mana shunaqa bundan ham zo'r uylar nasib qilsin Allohim. Kommentda faqat 6 qilib yozing. Yetqazsin. 666 million so'm so'ralayotgan narxni qarang chiroyliligini. Ozroq savdosi bor deyapti uyning egasi, kelishtirib beramiz deyapti. Mana shu yerdan qarang, hozir bitta manzilchani shuni tushuntirib qo'ysak, mana shu pastimizda Rustam Sho'rbo joylashgan. Domni orqa tomonida esa Karimbek restorani joylashadi. Bu Gagarin ko'chasi bilan
Shavmiyana ko'chasini kesishmasda bo'lyapti, ya'ni chorrahasida chorrahada bo'lyapti. Yaxshi lokatsiyada, suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Asosiysi olish kerak, mazza qilib yashash kerak Shunaqa. deb o'yladim. Yaqinda farzandlarini to'yini qilib, o'zlarini alohida chiqaraman deydiganlar shoshiling. Chunki arzon narxda chiqyapti. Kamiga hamma mebel texnikalari yangi. Keladilar, o'zlari boshdan ishlatib beradilar. Bu degani hamma narsa pachka holi. Men yana bitta narsa hozir esimga tushib qoldi. Ko'pchilikda farzandlari shu yil o'qishga kirdi, institutga kirdi. Ha, Qizlar kirdi. ayniqsa ko'proq inyazga kirganlar ham ko'p bo'lyapti. O'zimga ham shaxsan bir nechta odam telefon qildi. Ixcham bo'lsin, kichkina bo'lsin, qizim kvartirada yashamasin, o'zini O'zini uyida uyida yashasin, bir ikkita uchta dugonasi bilan bo'ldi. Boyata, siz uchun degan gap eshityapsizmi? Mana shu uy shularniki emasmikan Ha, deb qolyapman. Boyata, ko'ryapsizmi? Suhrob aka to'g'ri aytdilar. Siz qizingiz uchun izlayotganingiz mana o'sha o'y. Juda ham chiroyli. Kelajakda asqotadi. Asqotadi. Qizingiz mazza qilib faqat xayoli o'qishda bo'ladi. Kvartiraga borishim kerak, o'qishim kerak, bunaqa qilishim kerak demaydi dagin, o'zini uyda spokойно yashaydi. Eng muhimi chalg'imaydi, dars bilan bo'ladi. Ana shunaqa. Albatta boyota bu siz uchun bu gaplar. Like bosamiz, komment yozamiz. Agar shu uyni sotib olaman deb qiziqayotgan bo'lsangiz, video sarlavhasiga telefon raqam qo'yamiz. Telefon raqamlarimiz Bemalol bor. telefon qilsangizlar Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Like'larni ayamang. Kommentda olti so'zini yozib qoling. Agar bu sizga bu uy qiziq bo'lsa, bundan ham yaxshilar nasib etsin inshaalloh. Ko'rishguncha sog' bo'ling. Salomat bo'ling.